Xitay hökuməti Uyğurlar diyarında icra qılıyatqan zor köləmlik tutqun və lagerlarının barğansır kengaytilishi bu jarayonda allaqachon 1 milliondan 3 milliongacha Uyğurning qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamilishi yaqindan buyon barğansır xalqaro axborot sohasidagi muhim temalardan bo'lib kelmoqda. Bu ahvolning eng yangi taraqqiyotiga qarab chiqish, shuningdek dunyo jamoatini Uyğurlar duch kelayotgan ijtimoiy fojialar bo'yicha Xitoyni ayblashga chaqirish hamda Xitoy hukumatining Uyğurlarga qarshi yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblashni maqsad qilgan bir qatimliq muhokama yig'ini 24-sentabr kuni BDTning Nyu-Yorkdagi bosh shtabida o'tkazildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi qarmog'idagi Demokratiya, kishilik huquq va emgak idorasining sohibxonligidagi bu muhokama yig'ini BDTning 74-qatimliq umumiy yig'inida dunyoning rahbarlari bir so'ringa jam bo'lib, klimat masalasini muzokara qilayotgan bir paytda ochildi. Yig'inga Amerikaning xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback apandi riyosatchilik qildi. Yig'inda Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri John Sullivan alohida nutq so'zlab, Uyg'urlar masalasining hozir to'liq nozuk bir taqdirga duch kelayotganligini ko'rsatib o'tdi. Shu qatorda BDT bosh kotibining alohida maslahatchisi Karen Semiz xonim, Uyg'ur tibbiy fanlar olimi doktor Rishad Abbas, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti idora hay'atining raisi Nuri Turkal qatorliqlarmi Uyg'urlar uchrayotgan turli fojialar haqida yig'in ahliga amaliy va meg'izliq ma'lumotlar berdi. Bo'libmi Xitoy hukumatining Uyg'urlar diyorida ko'plab qurayotgan lagerlarning tirik shohidlaridan Zumrat Davudning o'zi lagerda boshdan kechirgan qabihliklar haqida yig'in ahliga bergan guvohligi Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan siyosiy bo'hronning qanchalik ta'xirsiz va jiddiy ekanligini jalliq suratlab berdi.